Sharq nashriyot aksiyadorlik kompaniyasi yozuvchi Abdunabi Boqo'ziyevning Judolik dashti nomli she'riy to'plamini nashrdan chiqqanligini ma'lum qiladi. O'zbeknavo ustozlar, yulduzlar, shogirdlar, seni izlab keldim, Guboringni yozgayman kabi turkiy to'plamlari bilan o'quvchilarga yaxshi tanish bo'lgan muallif Judolik dashti nomli she'riy to'plamiga o'zining 50 yillik ijod mahsulini jamlagan. Unda siz Andijonim, Andijonim, ishq, diydor, g'azal, sog'inch kabi mavzulardagi she'rlardan bahramand bo'lasiz. Kitobni Judolik dashti deyilishi bir ramziyroq ma'nosi bor. Bu endi yoshlik bilan xayrlashish, yoshlik xotiralari bilan o'zining ichindagi armonlarni bir sog'inish ma'nosida qo'yildi. Bu yerda endi fasllarga bo'lindi. 7 fasl qildik. 7dan biri Xizr ma'nosida. Bu yerda o'sha Andijondan chiqib ketishimiz birinchi fasl. Keyin diydor bo'ldi, ishq bo'ldi. Keyin diydor fasli deganday. Bu yerda g'azallar ham joylandi. Bu yerda endi shu armonlar sog'inchi, yurt sog'inchi, shu she'r sog'inchi mazmunida bo'lgan kitob deb o'ylayman. She'r ijodkor qalbining mislsiz azoblari evaziga dunyoga keladigan ilohiy ne'mat. Biroq yaratilgan ne'matlar har qancha ilohiy bo'lmasin, barchaga birday xush kelavermasligi ham bor gap. Mening har bir ijod namunalarimdan kimdir bahra olayotganini his qilish ham baxtdir, deb yozadi muallif. Kimki sog'inibdi baxti bor bo'lsin, ikki javonibi barqaror bo'lsin. Intizor oxini uydan quvganlar ko'chasi intizorga intizor bo'lsin. Yozuvchi Abdunabi Boqo'ziyevning Judolik dashti deb nomlangan to'plamdagi she'rlarini o'qib, unda sog'inch tuyg'usi qalamga olinganligining guvohi bo'lasiz.